Obunachilar, mana bugun biz mana shu o'yinni o'ynaymiz. Unda ketdi marsa qiz bola skinda. Ketdi. Qancha uzoqqa borganim 13, mamta 13 nima edi, ana o'yinga borganman. Endi hozir shuni yangilashga harakat qilamiz. Qiz bo'ldi. O'g'il bo'ldi, shu 13 borganman. Qani bu yangi skin qanchalik bizga yordam berar ekan. Mayda tiyib ketdim. Hech qisi yo'q. Voy. Obunachilik kalt ishlatmaslikka harakat qilmoqchiman. Chunki kalt bilan nima edi, ishlatmoqchi emasman-da egalchi kalitda. Kut. Ancha bitta uzoqqa borsam kerak. 10 ta deyapman unda. Zadani nima edi, ham chetda turibdi. Anaqada 10 ta yig'ish. Men o'zi ikkita yig'ib qo'ydim. Mana nima ekan? Bunaqa deyapti. Xo'p. Mana olamiz, bu yoqqa kiramiz, bu yoqqa. Kiramiz. 6x yoqqa qo'y, 3x qoldi. Obunachilar skoy basir haqida chiqarishimiz mumkin. FK haqida chiqaraman. FKda opchiligim 117 bo'ldi. Ya'ni o'sha ko'rganingiz 112 akkauntim o'chirib tashladim. Chunki u akkauntni voy deb ketdim. Hech yo'q. Mayli, kalt ishlatamiz. Keyin u akkauntim o'chib ketdi. Undan keyin u akkauntimda keyin topib bo'lmadi. Shuning uchun boshqa akkaunt ochdim. Unda lekin opchiligim tezroq ko'tarib 117 qilib qo'ydim. FIFA haqida ham chiqaramiz. Sizlar ko'ringlar. Faqat sizlar ko'rsanglar bo'ldi. Like, obuna bossanglar, meni video chiqarishlarim ko'payadi. Kanalimizni obuna bo'layotganlar 86%, obuna bo'lmayotganlar 86%, obuna bo'layotganlar 12%. Nimaga obuna bo'lmayapsizlar? 86% odam meni obunasiz ko'ryapti. Nimaga? Obuna bo'linglar, nimaga? Obuna bo'linglar. Obuna bo'lmasanglar, men video chiqarmayman deb turganimdan urilib ketdim. Hech yo'q. Hozir boshqa o'yin kiramiz. Ketdi. Bas. Yo baby. Qiz bo'ldi, ancha zo'rroq o'ynayapman. Nimaga? Mana shuni aytavurlar. Keyingi videom aniq FK haqida bo'ladi. 117 o'g'irlanganiga qisib ketayotgan bo'lsanglar kerak. Ko'rasizlar. Aylanamiz ketdi. Bu o'yinni ham yaqinda o'tkazdim. Bugun o'tkazdim, o'zi qiz bola skin oldim. Donat qilmadim. Просто qildim nagarichi. Oldim bu skinni. Zo'r skin. Qiz bolacha. Voy, o'g'il bola skinda o'ynashim kerak ekan. O'g'il bola skin qo'yib olaylik, chunki yoqmayapti menga. Men qiz bo'ldi zo'r o'ynayapman. Hech qisi yo'q. Mana shu qiz bo'ldi ham o'ynab ketaveramiz. Rekordim qachon yangilar ekanman. Mana kerak edi. 2x yoqildi. Davay. Tangalar yig'ish kerak. Bitta o'yinda 500 ta tangaga shart bor. Shartni bajaraman. Men eng ko'p bir kun bitta o'yinda yiqqanim 174 ta.
Az şunu yangilash harakat qilib. Nima urilib ketyapman? Qanaqa bo'lishi mumkin? Men big'illataman buni. Yaramas politsiyani. Asom buzilyapti. Короче, FK haqida ham chiqaramiz. FK haqida ham chiqarishimiz xohlasanglar, like, obuna kerak. Like kerak emas, o'zi 55 ta likeimiz bo'pti. Iltimos obuna bo'linglar. Hali bu men 2025 ochuvdim akkauntimni. Hozir 2026, 1 yildan beri axir hali 100 ta ham obunachi olmadim. Obunachilar, iltimos obuna bo'linglar. Men o'zi 1 yildan beri 100 tagina ham obunachi olmadim. Hattoki 50 ta ham. Iltimos, buni bo'linglar. Obuna bo'lsanglar, sizlarga nima jalga ketadi? Просто obuna bosib qo'ysanglar bo'ldi. Obuna bilan like tugmasini. Nimasi qiyin sizlarga shuni? Xuddi qiyinday bir bosmaysizlar. Agar keyingi safargizda bosmasanglar, men video chiqarmayman. To'g'ri, video chiqarmadim 5 oy, chunki umuman hech kim obuna bo'lmadi. Bundan keyin ham bittagina video chiqaraman, shu ham FK haqida, undan keyin umuman video chiqaraman. To obuna bo'lmaguningcha. Asab buzasizlar. Menga obuna жалкаман. Просто sizlarga жалко emas obuna bo'lsiz. Men akamning YouTube kanali уже mendan oshib ketyapti. Men akam o'zi yaqinda ochdi. Qanday mendan oshib ketishi mumkin? Men 1 yildan beri akkaunt ochgan bo'lsam, 1 yil oldin. Ko'ryapsizlarmi? Obunachilar shunday, umuman obuna bo'lmayotganlardan, hattoki 1 oy oldin ochgan odam bizlardan oshib ketyapti. Shuning uchun endi ham obuna bo'lmasanglar, umuman video chiqaraman. Bundan keyin bitta video chiqaraman, o'shandan keyin umuman chiqaraman. Obuna bo'lmaguningcha. Rekordim yangiladim. Lekin to'rtga bo'ldi. Mana rekordni nihoyat yangiladim dedim. To'rt balista. Ikkita kaltim qoldi lekin. Hech qisi yo'q. Abdul Madrid yaptı. Okey. 300 tenge. Evet. Okey. Evet. Madrid sergi. To'xta. Tut. Tamam. Saat 12'de ma'lumot olaymen bularni. Nima bu? Voy, nima bunday bular? Kim o'tirsaylar bo'ladi-yu. Skiller olması bularken. Oh my god. Hop. Okay. And what? Короче, obunachilar mana
videomiz shu yerda tugaydi. Ko'rdinglar qanaqa zo'r vijana deyapman. Qaraki o'ynadik o'yin, rekordimizni nihoyat yangiladik. Unda sizlar bilan men Minecraft qiroli bo'ldim. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr.